Yer bizga berilgan eng katta ne'mat. Uning har bir nafasi hayot, har bir ko'rinishi go'zallik. Ammo bu go'zallikni saqlab qolish bizning qo'limizda. Ekologiya bu shunchaki so'z emas. Bu mas'uliyat, bu mehr. Keling birgalikda o'ylaymiz. Biz tabiat uchun nima qilyapmiz? Ekologiya bu tabiat haqida emas, balki bu bizning hayotimizni haqida. Biz nafas oladigan havo, ichadigan suv, yetishtirgan oziq-ovqat hammasi tabiat bilan bog'liq. Shuning uchun uni asrash har bir insonning vazifasi. Chunki tabiat bu biz. Agar tabiat toza bo'lsa, havo sof, suv musaffo bo'lsa, odamlar ham sog'lom bo'ladi. Toza muhit bu eng yaxshi shifokor. Tabiat sog'lom bo'lsa, inson ham baxtli yashaydi. Shuning uchun ekologiya bu faqat fan emas, balki hayotimiz manbai, kelajagimizga ochilgan yo'ldir. Universitetimizning rahbari shu mavzu bo'yicha o'z fikrlarini qoldirib ketdilar. Ekologiya juda muhim bizga. Biz ko'p yashamoqchi bo'lsak, bugun doktorga borish kerak emas, dori ichish kerak emas, havo toza bo'lishi kerak. Atrof muhit yaxshi bo'lishi kerak. Chiqindi bo'lmasligi kerak. Mana shunday daraxtlar yam-yashil bo'lishi kerak. Shuning uchun bu loyiha juda muhim loyiha. Ekologiyani asraylik. Har kuni biz chiqindilar tashlaymiz, suv va energiyani behuda sarflaymiz. Lekin biz o'ylanib ko'rdikmi, bu ishlar sayyoramizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Shunday ekan ekologiyani saqlaylik. Uni saqlash esa o'z qo'limizda.